toshar beg'uborlikdan. Qalbimda hayajon, yurakda afsus, bu so'nggi qo'ng'iroq, so'nggi tanaffus. Unutmoq qiyindir, o'chmas xotira, seni tark etaman oq yo'l bilan. Xayr maktab yillari, ustoz va murabbiylari, yuragimda hayajon, chorlamoqda hayot yo'llari. Xayr maktab yillari, senda qoldi sho'xliklari, oq yo'l tilagin, oldinda ko'p orzulari. Qani vaqtni qaytarishga yetganda kuchim mani, boshidan boshlasam yetardimmi qadringga sani. Ming bor afsus, o'zgarmas hech narsa aslo, endi chiqadi yuragim ovozi pastroq. Qalbimda hayajon, bunday tuyg'u birinchi bor. Mani maktabim o'tmadi, sanda hayot bekor. Va'da beraman, o'rgatganing esimda qoladi, lekin senga qaytmasligim menga alam qiladi. Xayr maktab yillari, ustoz va murabbiylari, yuragimda hayajon, chorlamoqda hayot yo'llari. Xayr maktab yillari, ustoz va murabbiylari, yuragimda hayajon, chorlamoqda hayot yo'llari. Xayr maktab yillari, senda qoldi sho'xliklari, oq yo'l tilagin, oldinda ko'p orzulari. So'nggi ko'proq dostoslarimiz umriylar o'qidi. Sizni yaxshi ko'raman. Xudo xohlasa bo'ylaringizdan birga o'tirishni istakchi. Eslayman o'sha damlar, yorga chizardi arsilzar. Bolalik zo'r bo'lardi, sovuq suv ichsam onam urardi. Dod yig'lab qochardim, jahl qilsam hamma kulardi. Bolalik zo'r bo'lardi, qilsam yugurib otam kelardi. Bir erkalab o'pardi, qilganim shu on unutardim. Eslayman o'sha damlar, burchakka bekinib devorga chizardim. O'yinchoqlarim faqat buzardim, yangi yilda kun bo'yi archa bezar. O'sha eski bog'cha, opam uxlamoqchi, men esa qochmoqchiman, qizlar aytmoqchi, lekin baribir qochardim. Befoyda ushlash, hech kimga yoqmasdi abedda uxlash. Hamma yasardi, pistolet buxankadan, lekin machoq o'ynaganda qochardik bir chekkadan. O'ynardik don zikki bitta chertkidan, varraklar yasardik aygen paketlardan. Hayajonli xotiralar maktabda ilk kun, tayoqcha chizishni o'rgandim 3 kun. Ustozim kirganda aytardik jo'r bo'lib assalomu alaykum. Har kun tayyorgarlik alif be bayrami, a harfi tushganda she'r yodlagani. Qizlar salonga ilk bor kirgani, onalar pul yig'ardi, video chaqirgani. Sinfdoshim edi birinchi sevgim, hozir ham qiziqgoh kelar ko'rgim. O'sha onlarni kelar qaytargim, sog'indim bugun yoshligim. Futbol o'ynardik chiqib o'qishdan, darvoza bo'lardi yarim tag'ishdan. Charchab esladim bugun chiqib ishdan, o'ynarman ertaga bo'shab tashvishdan. Vaqt tez o'tarkan ulg'ay degancha, ko'rsatdi onamni oqargan sochi. Oqlayman otamni hamma ishonchi, ishladi bizlar uchun charchagancha. Hech biri sevmadi onam sevgancha, hech kim bera olmadi otam bergancha. Ko'p adashim tushunib yetgunimcha, turing yonimda dunyo turguncha. Bolalik zo'r bo'lardi, sovuq suv ichsam onam urardi. Dod yig'lab qochardim, jahl qilsam hamma kulardi. Bolalik zo'r bo'lardi, qilsam yugurib otam kelardi. Bir erkalab o'pardi, yiqilganim shu on unutardi. Eslayman o'sha damlar, devorga chizardi arsilzar, yonimda dunyo turguncha.
Yana bir bora assalomu alaykum qadrli men uchun aziz bo'lgan hurmatli o'quvchilarim. Mana bugun 11 yillik umumiy o'rta ta'limni bitirib, mustaqil hayot sari qadam qo'yyapsizlar. Shunday mustaqil hayotlaringizda sizlarga ishlaringizga omad, zafarlar tilayman. Barchang ko'nglingda neki orzuying, maqsading bo'lsa barchasini erishgaysizlar. Oliy ta'limga o'qishga kirib, ko'nglingizdagi kasblarning egasi bo'lib, shunday sizlar ham ustoz maqomiga erishgaysizlar. Kelgusi ishlaringizda omad, baxt, oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik, o'zlaringizga sog'lik tilab qolaman. Barchangizni yaxshi kunlaringizda, to'y tomoshalaringizda uchrash nasib etsin. Xatoringiz yo'qolmasin. 5 yil, 10 yil, hattoki 50 yildan keyin ham shunday xatoringizdan hech kim ayrilmayin uchrashib o'tirishlar nasib etsin. Barchangiz ishlaringizga omad tilayman. Rahmat katta ustoz. Siz ham bizdan baxtimizga sog' bo'ling. Doimo o'ynab kulavering. Oilangizni baxtına, turmush o'rtog'ingizni baxtına sog' salomat bo'ling. Hamma sinfdoshlarimni tabriklayman sizdan. Ustoz o'qitganingiz uchun, hammasi uchun katta rahmat. Bugun berganlaringiz uchun. Hammasi uchun katta rahmat. Iloyim bizlar o'qishga kirib, yurganimizda hamisha yonimizda bo'lib, quvonib, o'ynab, kulib o'tirasiz. Chog'im darsdan qochgan sinfdosh qiz sochin tortgan xushtak chalib gaplar otgan yoshligimda yo'q sinfdosh qiz yig'lama yo'q boshqa soching tortmayman yo'q darsdan qochgan shalpang quloq do'stlaringda yo'q so'nggi qo'ng'iroq chalmasayding qo'ng'iroq bo'lmasayding lek biroq har yil borsan sho'xligingda yo'q so'nggi qo'ng'iroq chalmasayding qo'ng'iroq bo'lmasayding lek biroq har yil borsan sho'xligingda yo'q sinfdosh qiz yig'lama yo'q boshqa soching tortmayman yo'q darsdan qochgan shalpang quloq do'stlaringda yo'q so'nggi qo'ng'iroq chalmasayding qo'ng'iroq bo'lmasayding lek biroq har yil borsan sho'xligingda yo'q Aziz bolajonlarim, sizlar hammangizga kelajakda baxt, omad, muvaffaqiyat tilayman. Assalomu alaykum munis va mehribon, qalbida ilm gavharini tuzgan mehri daryo ustozlar. Assalomu alaykum. Bugun yuragi ham quvonch, ham shodlik bilan to'lgan, orzular qanotida uchayotgan yoshlar va farzandining quvonchiga sherik bo'lib kelayotgan aziz ota-onalar. Hurmatli prezidentimiz, dunyoda isbot talab qilmaydigan bir haqiqat bor.
har qanday mamlakat taraqqiyoti sog'lom va bilimli avlodlarga bog'liq. Shu bois yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida sog'lom, bilimli, teran fikrli, vatanparvar yoshlarni tarbiyalash uchun barcha sharoitlarni yaratishimiz shart va zarur degan so'zlarining zamirida yosh avlodning baxti va kelajagi yotadi. Yoshlarimiz bunday yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, ilm, fan, san'at va sportda erishayotgan yutuqlari barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Ijozatingiz bilan davramizga qalblarida yuksak orzular bilan mustaqil hayotga ilk qadamlarini qo'yayotgan bitiruvchilarimizni tantanali ravishda taklif qilamiz. Marhamat.
yoshlikning eng ulug' tongi. Ko'zlari yoshlangan ustoz assalom, mustaqil hayotga ko'zini tikib, quvonchdan entikkan tengdosh assalom. Assalom, ona yurt tonglar o'lkasi. Ta'rif tasnifingni yo'q nihoyasi, senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Marhamat, O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi kuylaydi. Aziz tadbirimiz ishtirokchilari, bugungi kunda mamlakatimizda hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan ta'lim sifatini yanada oshirish, yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini kengaytirish va ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha muhim islohotlar va amaliy ishlar olib borilmoqda. Juda to'g'ri ta'kidladingiz. Birgina yoshlarga yaratilgan sharoitlar tufayli o'quvchilar fan olimpiadalari va turli tanlovlarda yuksak o'rinlarni egallashmoqda. Ushbu natijalarga erishishda bizga ta'lim bergan ustozlarning o'rni beqiyos albatta. Yoshlarni tabriklash uchun maktabimiz direktori Farhod Abdullayev ustozga so'z beramiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar, qadrli 11-sinf o'quvchilari, jajjigina 1-sinfga qabul qilingan aziz o'quvchilarning ota-onalari. Shu yerda bir narsani aytib o'tishimiz kerak. 2011-yilda shu o'quvchilarimiz ilk bor 13-son umumiy o'rta ta'lim maktabi 1-sinfga qabul qilingan. Qarangki, shunchalik vaqt o'tib ketib, bular hozir 11-sinfni tugatib, Xudo xolasa bularning oldinda Alloh taolo bularga yo'l bersin, oliy ta'limlara, o'quv yurtlari o'zlarini oldiga qo'ygan natijalarini ko'rinib turibdi. Bu yerda shu 10 yil ichida katta yutuqlarga erishgan, olimpiadalarda qatnashgan, musobaqalarda qatnashgan ajoyib o'quvchilarimiz bugun hayotda ilk bor qadam qo'yib ketmoqda. Bularga biza
13-san maktab o'qituvchilari mana ustozlarimiz, yine faxriy ustozlarimiz kelib shu yerda bularga berilgan bilimlarni ertang bizning yuzimizni yorug' qilish uchun bulara hammamiz istak tilak bildirib turibmiz. Xudo xolasa oliy ta'lim ila o'zlarini o'rnini topib, yurtda bir ajoyib xizmat ko'rsatadigan farzandlar bo'lib yetishdi. Shu ota-onalar bilan bizlara Alloh taolo nasib ro'za qilsin. Xudo xolasa bizning yuzimizni yorug' qiladi degan umiddamiz. Bugungi kechani ochiq deb e'lon qilaman. Marhamat, 11-sinfni bitiruvchilari uchun qo'yilgan tadbir bugun 13-son maktabda boshlanyapti. Marhamat, tadbir ochiq deb e'lon qilaman. Salomat bo'ling. Aziz tadbirimiz qatnashchilari, endi esa 2024-2025 yil o'quv yili bitiruvchilari uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich yo'llagan tabrikni o'qib eshittiramiz. Qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarni hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Ushbu shukuhli ayyomda mamlakatimizdagi 10 mingdan ziyod maktabda mehribon ustozlar, hurmatli ota-onalar ishtirokida so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab 450 mingdan ortiq bitiruvchi yoshlarimiz sha'niga ezgu tilaklar bildirilmoqda. Barchamiz bu fikrga chin dildan qo'shilgan holda katta orzu umidlar bilan kelajak rejalarini tuzayotgan o'g'il qizlarimizga ularni amalga oshirishda ulkan kuch, g'ayrat, omad va zafarlar tilaymiz. Ayniqsa maktabni oltin medal bilan bitirayotgan 11500 nafardan ziyod farzandlarimizga 2000 dan ortiq kumush medal sohiblariga o'qish va izlanishda, jamoat ishlarida o'z tengdoshlariga doimo o'rnak va namuna bo'lib kelayotganliklari uchun alohida tabrik va tilaklarimizni izhor etamiz. Aziz bitiruvchi yoshlar, bugungi kunda biz o'z oldimizga qo'yayotgan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda butun xalqimiz qatori bilimli, hunarli, tadbirkor va vatanparvar har tomonlama yetuk yoshlarimizga tayanamiz. Shuni aslo unutmang. Odamzod hayotda munosib o'rin topishi, el yurtning hurmati va e'tiboriga sazovor bo'lishi uchun milliy va umuminsoniy qadriyatlarni egallab, doimo oldinga intilib yashashi, izlanish va o'rganishdan aslo to'xtamasligi kerak. Ayniqsa sizlar kabi navqiron, azmu shijoatli yoshlarimizga shiddatli zamondan ibrat olib, har kuni bir natijaga erishib, irodangizni sinovlarda toblab, faqat va faqat oldinga qarab borish yarashadi. Ana shunday yuksak ishonchga doimo munosib bo'ling. Intilish, izlanish va yangilik yaratishdan aslo charchamang. Mustaqil hayot sari ilk qadamlaringiz qutlug' bo'lsin, aziz o'g'il qizlarim. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Azizlar, endi navbatni 2024-2025 o'quv yilida fan olimpiadalari, ko'rik tanlovlar va sport musobaqalarida ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallagan hamda o'zining namunali xulqi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lgan o'quvchilar, shuningdek, jonkuyar, ijodkor o'qituvchilarni maktab ma'muriyatining faxriy yorliqlari bilan taqdirlash marosimiga beramiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar va bitiruvchilar.
Yine mektabimizde en faal, en a'lochi o'quvchilar yine birinchi navbatda o'qishga 100% girib turgan o'quvchilarimiz bor. IELTS sertifikatlarini olib. Birinchi shulardan boshlaymiz. 11-bu sinf o'quvchisi Aminova Dilnura. Olib tur buni. Berib turing. Saparboyev Shamsiddin. Yana bir odam topinglar, bermagan. Ataboyeva Zumrat. Shakida chiq bana, berib turing. Senin berasan. O'rinboyeva Sevinchayev. Zumrat bana. Sevinçay, banda. O'rinboyeva Mashkura. Metnazarova Mushtari. Ahmedov Xudoshukr. Shavkatova Labar. Labar bering buni. O'rinboyeva Shahnoza. Ma. Labar. Yine kızım. Keyin Jasmina Saparboyeva. O'rinboyev Temur. Mazeba. Sapoyev Farhat. Salayev. Temurbek'e uzatın bunu. Farhat deden gel. Şimdi 11. sınıf o'quvchilarına sportda erishgan yutuqlari uchun Satimboyeva Shadiya diplom bilan taqdirlandim. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida yaxshi natijalar ko'rsatganligi uchun o'zim Saidov Azatbek, Rahimov Murat, İbrahimov Dinara. 11. sınıf o'quvchisi Davletov Shahriyar. Atanazarov Adham. Babanazarov Murat. Yusupova Parizada. 11. sınıf o'quvchisi Alimova Dilafroz. Ular alindi. O'qituvchilar kim ekan bu? Tur. Az bir minutda beramiz. Davletova Aygul. Al birini. Satimova Nurgul. Banda, Aygül. Banda pek gittim ben. Sultanova Yıldız. Yıldız Kanı. Rahimova Şadiye. Bak. 9. sınıf o'quvchisi Adilbekova Charasxon. Alayım onu. Hammasini beramiz. Farhadova Qurbanay. Satimova Charasxon. Satimova Charas. Birinchi sınıf o'quvchisi O'rinboyev Ibratbek. Allazarov Boburjon. Allazarov. Keyin Kamiljonova Dilafrozxon. Jumanazarova Baqaray Mazeba. Qadamboyeva Zumrat. Ey. Kamilova Zarina.
Mazarina girmedim. 7. bu sınıf okuvchisi Ro'ziboyeva Gulkaya. 7. bu sınıf okuvchisi Kadamboyeva Muslima. Ahmedova Dinara. 9. sınıf. Devlet Nazarova Gülesel. 9 bu. Rahimov Esalay 9 bu. 9. bu sınıf. Babacanova Gülyara. 9. Meşeripov Merdam. Ben. Okutuşlar gene al bana. El-Karazmi Olimpiyadasını tuman baskışında 1. oranını egellagan 7. sınıf okuvchisi Yo'ldosheva Indira. Alıp koyun. Qani? Yo'ldosheva Indira. Dur, sendek kimki? Okutuvchisi Babajanova Yulduzxon. Atajanova Dilafroz. Ana til va edebiyot fanidan viloyatda 1. o'rin olgan o'quvchini ustozi Rajabova Mavluda. Ochilova Diyananing otasi va onasi hurmatli Xo'jayev Sanjarbek, Jabborova Almagul shunday qizni tarbiyalaningiz uchun viloyat hokimi tomonidan tashakkurnoma. Diyana. Tabriklaymiz. Viloyat hokimi tomonidan. Keyin en yukarı neticelere erişken ustozlardan İskenderov Kudret. İskenderov Kudret. İnformatika fen okutuvchisi Ro'zimetova Gulsara. Atajanova Dilafroz. Abdullayev Farhat. Samarali mehnatlari uchun ustozlardan Qurbonov Ikromni ushbu faxriyorlik bilan taqdirlaymiz. Hurmatli ota-onalar, ina hozir sharoitda 11. sinfimizda 56 nafar o'quvchi bitiryapti. 56 nafar o'quvchimizdan 13'inde İngiliz tilinden sertifikat var. Yine 2 o'quvchimizda 2 fandan sertifikat var. Bular 100% talaba oldu. Şimdi Koreya devletinin Kwon institutidan 3 nefer o'quvchimiz 100% grant asosida gidilar. Sadullayev Saparboyev Shamsiddin, Salayev Farhatlar. Hozir izini Ahmedov Xudoshukr bilan Temurbek ham shular izini neticeleri çıkıyordur. Bunlara ham omad tilaymiz. Sizlari oliy ta'limga girishda hech qiynalmang, o'z bilimlaringizga ishonib, grant asosida girishlaringizni tilab qolamiz. Rahmat ustoz. Aziz bitiruvchilar, bugungi samimiy tilaklar, go'zal raqslar, dilrabo kuy va qo'shiqlar barchasi sizlarga atalgan. Shu munosabat bilan hurmatli bayram tadbiri ishtirokchilari navbatni maktabimizning boshlang'ich sinf o'quvchilari ijrosidagi badiiy chiqishlarga beramiz. Marhamat. Yangi hayotga qo'yishar qadam chin yurakda. Yangi hayotga qo'yishar qadam.
Aman bo'lsin aziz boshingiz, halol bo'lsin yegan oshingiz, ko'rinmasin ko'zda yoshingiz. Yangi hayotga qo'yishar qadamchin, yangi hayotga qo'yishar qadam chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Men ham bir kun kelib ketarman. Chalinma ustozim ko'ziga mayus boqarman. Opalarim maktabni bitirib ketdi, chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Yuragimda bugun cheksiz ixtiro, yuragimdan chiqar dil izhollarim. Opalarim, akalarim ketishar bugun, chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Dillarni titratib so'nggi qo'ng'iroq. Maktab dargohidan qiladi yiroq. Ustozlarim ko'zidan titraydi yosh, chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Yuragimda bugun cheksiz ehtimol, yuragimdan chiqar dil izhollarim. Opalarim, akalarim ketishar bugun, chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Dillarni titratib so'nggi qo'ng'iroq. Maktab dargohidan qiladi yiroq. Dillarni titratib so'nggi qo'ng'iroq. Maktab dargohidan qiladi yiroq. Ustozlarim ko'zidan tirqiraydi yosh, chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Aman bo'lsin aziz bo'lsin boshimiz, halol bo'lsin yegan oshimiz. Halol ko'rinmasin ko'zda yoshimiz, mehnat sevar aziz ustozlar. Aman bo'lsin boshingiz Jonajonim maktabim, qadrdonim maktabim, xuddi uyimdek aziz, oshonim siz maktabim. Har kun do'ngda shoshaman, sinfdan sinfga oshaman. Bilimga qo'shib bilim, daryolar deb shoshaman. Muallimlar mehribon, o'rgatar a'lo jahon. Rahmat. Endi navbatni birinchi B sinf o'quvchilari ishtirokida raqsga beramiz. Ko'nglim erkasi, naqadar shirindir so'zing shirin. Zamonim go'zali, ko'nglim erkasi, naqadar shirindir so'zing shirin. Menga boqqaningda lola rang bo'lib, buncha qizarmasa yuzing shirin. Menga boqqaningda lola rang bo'lib, buncha qizarmasa yuzing shirin.
Qandayin beg'ubor ovoz orom berar bu dam dillar uchun. Zo'r tilagim sizga qo'ng'iroq bildiradi olis yo'llar uchun. Bu vatanning hur maskanida sizni kutar go'zal tinch zamon. Biz ham bu kun tilak aytarmiz, mard yo'l oling kelajak tomon. Bayram ishtirokchilari ruxsatingiz bilan bitiruvchi o'quvchilarning dil izhorlari va chiqishlaridan bahramand bo'lsak, marhamat. Ulug' ilm ildizi sizda muallim. Ulug' ilm ildizi sizda muallim. Turli xil sohada berasiz ta'lim. Uni tinglaganda kichik jussam ham yetik inson kabi o'skay muallim. Eslaganda ko'zda yoshlarim. Ey o'zimning sinfdoshlarim, yaxshimisiz, sog' omonmisiz? Ey o'zimning sinfdoshlarim. Har qayoqda bo'ldik hayotda. Shunday damlar hamisha yodda. Sodda edik, juda ham sodda. Ey o'zimning sinfdoshlarim. Qog'ozlarga yozilgan xatlar, telbalarcha ilk muhabbatlar. O'sha damlar, o'sha suhbatlar qaytsa edi sinfdoshlarim. Doim duodasiz men uchun onam. Siz mening borimsiz, siz g'amxonam. Siz borsiz ko'zimda, bo'lmas siranam, g'amni g'am demasdan. Dedingiz bolam, baxtimga sog' bo'ling, jannatim onam. Bir kunlik baxt uchun bo'ldimmi shodon. Ko'nglimni o'rtaydi bitta so'z hamon. Demabman sevaman sizni onajon. Baxtimga sog' bo'ling, onam. Onangiz yonida bir zum o'tirib, mehrli ko'zlarga bir to'yib qarang. Dunyo ishlarini bir chetga surib, onasi hayotlar, onangiz asrang. Dunyodan o'tganda qadri bilinar. Hatto tomoqqa ham, qil ham ilinar. Ilm sirin o'rgatgan tinmay, charchash nimaligini sezmay, xizmatlaringizni aslo unutmay, sizni ardoqlayman ustozlarim. Onamdek mehr berdingiz, xuddi farzanddek ko'rdingiz. Nodonlarni ham inson bildingiz. Sizni ardoqlayman ustozlarim. Onamga teng mehringiz, e'zozlanar nomingiz. Shogirdlar kuylagay madhingiz, sizni ardoqlayman ustozlarim. Bo'ldi? Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam. Baxtimga omon bo'ling, o'zimning jonim onam. Mehri buloq soyligim, yuragimning huzuri, o'zimning jonim onam.
Gül uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yor o'zimas yorini, yonida yursa go'zal. Gül uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yor o'zimas yorini, yonida yursa go'zal. Sulton bo'lib taxtiga, ahd qo'shilib ahdiga, malikasin baxtiga, binolar tursa go'zal. Sulton bo'lib taxtiga, ahd qo'shilib ahdiga, malikasin baxtiga, binolar tursa go'zal. Gul uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yor o'zimas yorini, yonida yursa go'zal. Yonida yursa go'zal. Oy, essa ajib sho'x sado, chalsa ishqi bir navo, orzuyingdagi zibo, yurakdan ursa go'zal. Essa ajib sho'x sado, chalsa ishqi bir navo, orzuyingdagi zibo, yurakdan ursa go'zal. Gül uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yor o'zimas yorini, yonida yursa go'zal. Yonida yursa go'zal. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. Lost in the words that we speak. I don't even wanna do this anymore, 'cause you already know what you mean to me, and our love's the only war worth fighting for. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Baxtu kamolini ko'rishdan ortiq quvonch bo'lmasa kerak. Bugun ana shunday his-tuyg'ularni tuyib o'tirgan ota-onalarimizdan aziz ustozimiz, bitiruvchilarimizning buvijonisi Normetova ustozga so'z navbatini beramiz.
Assalomu alaykum. Bugungi ajoyib kechaning ajoyib qatnashchilari. Ena bugun farzandlarimiz o'sib, ulg'ayib, yaqindagina 1-sinfga qabul qilingan edilar. Bugun mana tarbiya topib, hurmatli ustozlardan ta'lim olib, tarbiyalanib, bitiruv kechasiga yetib kelishdilar. Men bugun hurmatli bolajonlarim, bugun sizlarni katta hayotga qadam qo'yayotgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Bugun sizlar ota-onalaringizni xursand qilib, o'qituvchilaringizni xursand qilib, a'lo baholarga bitirib, mustahkam iymon, ajoyib aql, zakovat bilan katta hayotga qadam qo'yayotgan ekansizlar. Tanajonlaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bugun Alloh sizlarga shunday baxtli kunni nasib qilgan ekan, Allohim yana so'rab qolamiz. Shu farzandlarimiz oliy o'qishlarga kirganda, oliy ta'limga qadam qo'yib, imtihonlaridan ham baxt bilan, hurmat bilan, shiddat bilan o'qib, student bo'ldim, onajonim, otajonim, hurmatli ustozim deb quvongan kunlaringizda bolalarim, ota-onalaringiz, oilangiz quvonishi nasib qilsin. Sizlarga kattakon baxt, saodat tilayman. Hayotda bugun bitirib, o'z o'rningizni egallash uchun qaldirg'och kabi qanot qoqayotgan ekansizlar. Parvozlaringiz beg'ubor bo'lsin. Yana sizlarni bir ancha vaqtlardan keyin ko'raylikki, student degan nom bilan tabriklab, ota-ona xursand, el xursand, ana shunday baxtli kunlarda tarbiya qilish nasib etsin. Hammalaringizga omad. Har kim hayotda o'z o'rniga ega bo'lgan holatda, o'z o'rnini topgan holatda baxtli, saodatli yashash har bir farzandim sizlarga nasib qilsin. Hurmatli bitiruvchilarning ota-onalari, sizlarga ham sog'lik, omonlik. Bu sizlarning birinchi baxtlaringiz, birinchi to'ylaringiz, birinchi ajoyib kunlaringiz. Ana shunday farzand baxti, farzand kamoli doimo sizlarning oilangizda, davralaringizda bo'laversin. Allohim nasib qilaversin. Hurmatli ustozlar jamoasi, Farhodjon, aziz ustozlarimiz, bugun mana shu farzandlarimizni uchirma qilib, mana tarbiyalab, bilim berib, hayotga qo'yayotgan ekansizlar. Sizlarga sog'lik, omonlik tilayman. Sizlarning hayotingiz qanchalik mashaqqatli, qanchalik hurmatli ekan, sizlarga yana bir bora omad, sog'lik, omonlik tilayman. Sizlar ana shunday bolalarni hayotimizga, davramizga, mahallamizga uzatayotgan ekansizlar. Ilohim shu farzandlarimiz omadli bo'lsin, prezidentimizga xizmat qilsin, dinimizga xizmat qilsin, elimizga, yurtimizga, mahallamizga xizmat qiladigan ajoyib farzandlar bo'lib kamolga yetsin. Muborak bo'lsin bolalarim, bugungi baxtlilaringiz omon bo'linglar. Tabriklayman yana bir bora. Katta rahmat ustoz. Endigi so'z navbatini yana bir ajoyib ota-onamiz Qurbonova Gulchehra opaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, bolajonlar. Bugun yana bitirish kun ekan. Men avvalo ustozlarga rahmat aytaman. Rahmat sizlarga ustozlar, bolalarımizga bilim berganlari uchun. Bolalarga hammasiga omad, hammasi o'qishga girsin. Ishlariga zafarlar tilayman. Rahmat so'z berganlar. Rahmat. Sadolari boshqacha, dillarga xush yoquvchi, navolari boshqacha. Bu lazgidir daslarma, o'yna lazgiga o'yna.
Kuylaganing kuylagan O'ynaganing o'ynagan Ne bo'lsa ham xorazm nelashgasini agamiydi Ne bo'lsa ham xorazm nelashgasini agamiydi Qaragöz boy 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 Alagöz boy boy 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 Maktab dargohini tark etar bu kun yangi hayotga ham qo'yishar qadam chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq eslaysanmi faridam sochlaringdan tortganim hali hanuz yodimda qorlar otib qochganim Yodimda o'sha damlar birga qilgan sho'xliklar bizdan tinchlik yo'q edi tezor edi ustozlar so'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq so'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq jaranglamas takror bu so'nggi qo'ng'iroq esimdan chiqmas bir zum maktab
maktabda o'tgan davrim, seni unutmasman birinchi muhabbatim. So'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq, xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq. So'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq, xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq. Tadbir ishtirokchilari sport musobaqalarida yuqori o'rinlarni egallagan o'quvchilarimizni taqdirlaymiz. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari birinchi bosqich musobaqalarida ikkinchi o'rinni egallagan Iskandarov Dilmurod diplom bilan taqdirlanadi. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari birinchi bosqich musobaqalarida birinchi o'rinni egallagan Iskandarov Dilmurod ushbu diplom bilan taqdirlanadi. Hurmatli o'quvchilar, 27-may kuni 9-sinflarga imtihon, 28-may kuni 11-sinflarga imtihon. Soat 8dan kech qolmasdan hamma kelishi shart. Endi o'ynashlaringiz mumkin.
oyna lezgiga, oynab to'yman ezgiga. Ala göz boy boy, qara göz boy boy. Ala göz boy boy boy, qara göz boy boy. Hurmatli ota-onalar, shuni bilan 2024-25 o'quv yilining so'nggi qo'ng'iroq tadbirini yakunlaymiz. Yakunlashimizdan oldin ota-onalar sizlardan barcha sinf rahbarlar kafolat xati oldilar. Yozgi ta'til davrida farzandimni o'z qaramog'imda saqlayman. Tezakor anhorlardan transport vositalari minmaslikka, elektr toki va gaz asboblaridan ehtiyot bo'lishini o'z zimmama olaman degan mazmunda kafolat xatini oldilar. Sizlardan iltimos 3 oy davomida o'z farzandingizga e'tiborli bo'lib, bolalaringizni taqdiri o'z qo'lingizda mahkam tutib, Geshda soat 19 dan keyin 7 dan keyin deshana chiqarmaslikka, yonida birga biron joyga aylanishga borsangiz olib borishlaringiz so'ralib qoladi. Bundan tashqari 90 kunlik dolzarb ta'til davrida bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish bo'yicha maktabda to'garaklar tashkil qilingan. Ana shu to'garaklara sinf rahbarligi bilan birga aloqada bo'lib, to'garaklara bolalaringizni qatnashtirishingizni so'rab qolaman. Hammangizga oilaviy sog'lik, salomatlik, ishlaringizga omad tilagan holda so'nggi qo'ng'iroq tadbirimizni yakunlaymiz. Kelganlaringiz uchun katta rahmat.